Agar amaliy imtihonda xuddi shu holatni takrorlasangiz, sizga minus 100 ball berib, amaliy imtihondan sizga yiqitishadi. Bugungi videoda amaliy imtihondagi barcha minus 100 ball beruvchi jarima ballari haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Start chizig'ida 40 soniya ichida harakatni boshlamadi, minus 100 ball. Amaliy imtihon jarayonida avtomobilni o'chirib qo'ydi va 3 soniya ichida yoqa olmadi, minus 100 ball. Stop chizig'ini bosib qo'ydi, minus 100 ball. Estakada mashqida qo'zg'alish jarayonida avtomobil 1 metrdan ko'p orqaga yuraverdi, minus 100 ball. Yo'nalishdan adashib yuk avtomobili yo'nalishiga kirib ketdi, minus 100 ball. Mashq bajarish jarayonida ushbu sariq chiziqdan o'tib ketib, oq chiziqni bosdi, minus 100 ball. Amaliy imtihon jarayonida sariq chiziqdan keyin oq, ya'ni nazorat chiziqlari bor. Ushbu nazorat chiziqlarini aslo bosib qolmang, sizga minus 100 ball beriladi. Svetofor miltillovchi sariq yokida qizil ishorasida o'tib ketdi, minus 100 ball. Yo'lni ikkiga bo'luvchi tasma, ya'ni nazorat chizig'ini bosdi, minus 100 ball. Chorrahalarda yoki stop chizig'i oldida avtomobil to'xtagandan keyin orqaga yuraverishi mumkin. Bunga ham minus 100 ball beradi. Buni asosiy sababi siz to'xtaganingizdan keyin mufta tormoz to'xtaysiz, lekin tormozni oxirigacha bosish esingizdan chiqib qoladi. Muftani o'zida avtomobil orqaga yuraverishi mumkin. O'shaning uchun to'xtagan jarayoningizda doim mufta tormozni oxirigacha bosib turing. Boshi berk ko'cha, ya'ni orqa parkovka mashqida ko'pchilik mana shu chala parkovka deb chiqib ketadi va minus 20 ball oldim deb o'ylaydi. Aslida minus 100 ball berilgan bo'ladi. Chunki minus 20 ball olish uchun hech bo'lmaganda bitta balloningizni bosish kerak. Ballsi chiqib ketish uchun ikkita balloningiz mana shu splashnoy chizig'i bosish kerak. Ikkita balloningizdan bosmasa sizga minus 100 ball beriladi. Mana shu holatda ham ko'pchilik chala parkovka qildim deb o'ylaydi, lekin bu chala parkovka emas. Chala parkovka bo'lishi uchun hech bo'lmaganda bitta balloningiz mana shu oq chizig'i bosish kerak bo'ladi. Agar mana shu holatda chiqib ketsangiz, sizga minus 100 ball beriladi parallel parkovka mashqida. Parkovka mashqidan chiqib ketish jarayonida nazorat chiziqlarini bosdi, minus 100 ball. Amaliy imtihonda signal chalish mumkin emas va doim masofa